Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Madaddan 5 daqiqa loyihasini davom ettiramiz. Fuqarodan quyidagicha savol kelgan. Men ikkinchi turmush bo'lib tushganman. 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinimning birinchi oilasidan 2 nafar farzandi bor. Birinchi oilasidagi farzandlariga ish haqining 3/1 miqdorida aliment to'laydi. Hozir turmush o'rtog'im ikkinchi guruh nogironligini oldi. Aliment to'lashga qiynalyapti. Aliment miqdorini qanday qilib kamaytirish mumkin? Oila kodeksining 105-moddasiga ko'ra, aliment to'layotgan ota-onaning boshqa voyaga yetmagan bolalari bo'lib, undan qonunda belgilangan miqdorda aliment undirilganda, o'sha bolalar aliment olayotgan bolalarga nisbatan moddiy jihatdan kamroq ta'minlanib qoladigan bo'lsa, shuningdek, aliment to'layotgan ota-ona nogironligi bo'lgan shaxs bo'lib, moddiy jihatdan qiynalib kelayotgan bo'lsa yoki aliment olayotgan shaxs mustaqil daromadga ega bo'lgan taqdirda aliment miqdori sud tomonidan kamaytirilishi mumkin. Demak, sizning holatingizda turmush o'rtog'ingiz ikkinchi guruh nogironi bo'lib qolgan bo'lsa, bu bo'yicha fuqarolik sudiga nogironligini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qiladi va da'vo ariza kiritadi. Da'vo arizasiga nogironligi tasdiqlanganligi, bundan tashqari moddiy jihatdan qiynalib qolayotganligini ko'rsatib o'tishi lozim. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz lozim. Bepul da'vo arizalari butun respublika hududi bo'yicha Madad tashkilotining hududdagi byurolari, tuman shahar byurolari tomonidan bepul tartibda yozib beriladi. Qadrli yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.